Aytib o'tdingiz, qaysidir ma'noda deyarli oliy ma'lumotli aktrisasiz hozirgi kunda. Lekin keyingi paytlarda ko'ryapman, faoliyatingizni faqatgina o'sha kichik telenovellalar, teleko'rsatuvlar va bir ikkita kliplarda suratga tushdingiz. Aytarli katta yirik rollarni ijro etmayapsiz. Buni sababi nimada? Takliflar bo'lmayotgandami yoki qaysidir ma'noda gonorar summangiz shu darajada balandmi? Yoki vaqt ajrata olmaysizmi? Lekin men aytib o'tdim-ku, anchadan beri chiqmayapman. Shu novellaga ham, kliplarga ham 19-20 yoshimda bo'lgan bu narsa hammasi. 1-2 yil avval demak. Ha, 2 yil avval bo'lgan hammasi. Bilmadim, hozir uydagilarim chiq seni televideniyada ko'raylik deyishadi, lekin o'zimda qanaqadir xohish yo'q. Toqatim yo'q desam bo'ladimi? Syomka bilasiz, qiyin. Oson narsa emas hamma o'ylaganchalik. Shuncha kiyimlarni olib borish kerak, kiyim almashtiraveramiz, komanda bilan ishlash. Men hali aytib o'tganimdek, menga kimdir boshliqlik qilishi yoqmaydi va men erkinlikni yaxshi ko'raman. Bu syomkalarda ertalab soat 8 ga kelasiz, yarim kechasigacha ushlab o'tirishadi. Rejissyorlardan har xil gap eshitasiz, usta san'atkorlardan har xil gap eshitasiz va meni bu narsaga уже nima kerak sanga shunaqa narsa degan, ichimda o'zimga o'zim tochka qo'ydim. Shuning uchun juda ham kam hozir deyarli umuman chiqmayapman. O'sha ochilmagan sirga chiqdim, sababi o'zimni taqdirim olinayotgani uchun. Shahrizoda, sizni hayotingizda shunaqa bir voqea bo'lganmi? Hali siz qattiq sinovga uchragansiz va bu narsadan o'zingizga kuchli motivatsiya olgan voqeangiz. Endi bu sirda o'zi shaxsiy hayot bo'ladi hammada. Masalan, faoliyatingiz bilan, shaxsiy hayot emas, balki faoliyatingiz bilan bog'liqdir. Modellik karyerasida yoki men shu qilayotgan bizneslarimda men erkaklar tarafdan juda ham ko'p pand yeganman. Hisob-kitob masalasida buni oldingi intervyularda ham agar eshitishgan bo'lsa aytib berganman va shunaqa qiziqmadi, kimdir menga sразу ozgina yomon gapirsa sразу ko'z yosh keladi, o'zim boshqara olmay slabay bo'lib qolaman. Bo'lgan shunaqa masalalar haligacha bo'lib keladi. Men umuman o'sha erkaklarga ish masalasida ishonmayman va hamma narsani konkretno shartnoma asosida qiladigan bo'ldim hozir. Shu sinovdan keyin. Bu sinov sizga qimmatga tushdimi deyman? Yo'q, unaqa qimmatga emas. Menga moliyaviy tarafdan ham meni o'zimni qalbim og'rigani, ayol kishi sifatida ular tarafdan qanaqadir yerga urilganim yomon ta'sir qiladi. Sen bu narsaga loyiq emassan degan ichimda gap o'tadi va o'zim qanaqa to'g'rilayman. Bizga qilayotgan muomalalari ularni tarbiyasidan kelib chiqadi, sen tarbiyangda emas. Shuning uchun shunaqa xulosaga keldim. Hamma narsani hozir erkaklar bilan bo'layotgan shartnomalarni, erkaklar bilan bo'layotgan shu hamkorliklarni shartnoma asosida qilishgan. Shahrizoda, 21 yoshdasiz. Qaysidir ma'noda bu borada sizni fikringiz paydo bo'lgan bo'lishi aniq. Qanday insonlar erkaklarni hurmat qilasiz? Sizni hurmatingizni qozonadigan erkak aslida qanday bo'lishi kerak? Nafaqat meni, balki hamma ayolni hurmat qiladigan, ayollar haqida yomon gapirmaydigan erkaklar birinchi o'rinda. Umuman boshqa odamlar haqida negativ gapirmaydigan, og'zidan yomon so'zlar chiqmaydigan, bu hozir 90% erkaklarda bor. Men prosta o'sha joyda bo'lmayman. Birorta bir odammi yoki erkak kishini og'zidan yomon so'z chiqdi, men prosta chiqaman shu xonadan. Chunki men unaqa so'zlarni eshitishga loyiq emasman. Ko'p bo'ladi. Har hafta bo'ladi shunaqa narsa. Men hayron qolmayman o'zi bu narsaga. Prosta men o'sha yerda bo'lmayman, u odamga qanaqadir hurmat darajam pasayadi shunchaki. Ota-onasini hurmat qiladigan, to'g'ri fikrlaydigan hamma narsaga bo'lish kerak. Yuqorida aytib o'tdingiz, 5 yil ichida nima yo'qotdingiz desam, turmush qurish takliflarini rad etdim dedingiz. Qaysidir ma'noda siz voz kechgan narsalar. 5 yillik narsalar. Lekin men xursandman. Aytavering-chi. Sababi o'zimni o'sha baxtsiz turmushlardan saqlab qolganimni his qilyapman. Emas, Alloh saqlab qoladi birinchi o'rinda. O'zimni mana shunaqa baxtsiz turmushlardan saqlaganimni ich-ichimdan his qilyapman.
to'g'ri qilgan ekansan deb aytaman o'zimga ko'p marotaba. O'zi bu borada savol berish juda ham noqulay, ayniqsa qiz bolaga. Lekin kuzatuvchilarimiz xohlaymizmi yo'qmi, baribir qiziqishadi. Qanday inson bilan oila qurishni istaydi? U san'at vakili bo'lishi kerakmi yo boshqa soha vakilimi? Umuman rejasida bormi bu qizni oila qurish degan savollar bo'lishi aniq. Bu meni Instagramda ham emas. doimo Ha, bo'ladi u shunaqa meni savollar. emas, aynan kuzatuvchilaringizning savollari. Menga san'at vakili bo'lmasa yaxshiroq, lekin Xudoyim qanaqa taqdir yozganiga shukr qilishimiz kerak. San'at vakili bo'lmasa yaxshiroq va juda ham og'ir bosiq bo'lishi kerak. Birinchi o'rinda o'sha oldin aytib o'tganimdek hurmat qilish kerak barchamizni. Va men bilan любой odam o'sib keta oladi. Любой odam birgalikda rivojlana oladi. Menda shunaqa energiyam bor. Qiz bolami, ayol kishimi, erkak kishimi rivojlana oladi, o'sa oladi o'z sohasida, hamma taraflama. Bu narsa menda tajribamda ham bo'lgan, sinovdan o'tgan narsa, yonimga kelgan, ishlashga kelgan, men bilan partnyor bo'lgan har bir odam juda ham yaxshi o'zgarishlar bo'ladi. Bu narsaga 100% aminman. Shuning uchun qanaqa odam deganingizda, masalan, men 18 yoshimda darajam qanaqa bo'lgan bo'lsa, shu darajamga yaqin odamlar, shu darajam bilan teng odamlar taklif qilayotgandi. 20 yoshimda yana boshqacha, undan balandroq. Sababi meni ham darajam oshdi. Mendan ham balandroq darajadagi insonlar taklif qilishni boshladi. Ana endi men yer go'zaliga qatnashdim. O'zi shunaqa bizneslar qilaman, shunaqa Miss O'zbekiston proyektlar qilaman. Men o'zi darajam juda ham yaxshi o'syapti deb o'ylayman va shunga yarasha takliflar ham o'zgarib kelaveryapti. Ya'ni menga bo'layotgan takliflar o'sha ishlamayotgan, oddiy uyda o'tirgan yokida davlat ishi, ya'ni qanaqa desam bo'ladi, noto'g'ri tushuntirib qo'ymay hozir o'sha bir davlat ishida ertalabdan kechgacha ishlaydigan odam emas o'sha meni darajamdagi odam. Erkin bo'lish kerak u ham. Masalan, o'zi boshliq bo'lish kerak o'z faoliyatida. Shunaqa odamlardan sekin-sekin takliflar chiqadi. Men o'ylayman, sen 23 ga, 25 yoshga kirganingda yana ham o'sib ketasan. Unda o'zi senga qanaqa odam keladi deb o'zimga ko'p o'ylayman bu narsani. Lekin qanaqa odam kelishidan qat'iy nazar, men birgalikda rivojlana olaman bu odam bilan. Shuning uchun prosta men taqdirimga kutyapman, ishonaman, Xudoyimga yomon bo'lmasligi hamma narsa. Nasib hammasini ko'rsatib boraman. Berish kerakmi? Yo'q, menda unaqa narsa. Juda ham aktual tema bo'ldi shu narsa. Instagramlarda juda ommalashdi-ku shu. Bilmadim, endi moliyaviy narsalarni erishsa bo'ladigan narsa-da, ertaga yo'q bo'lib ketadigan narsa, bir kunda bu narsalar. Shuning uchun bu narsaga asosiy ahamiyatni qaratmaslik kerak deb o'ylayman. Eng keraklisi qalbingizga to'g'ri kelib, sizni odamingiz bo'lishi Va hurmat qilishi. U mahirda egalik birga erishsa ham bo'ladi. Birgalikda yashab, rivojlanib. Sizni talablaringiz bor. Xo'p, bu narsani eshitdik, lekin u insonni ham talablari bo'lishi mumkin. Ko'pincha talablar ayol kishini bizni o'zbeklarimizda, o'zbek erkaklarimizda kasbiga, faoliyatiga cheklovlar bo'lishi mumkin. Agarda shunday cheklov bo'ladigan bo'lsa, siz faoliyatingizni modellikdan, aktrisalikdan xoli tasavvur qila olasizmi? Model va aktrisalikdan xoli tasavvur qila olaman, lekin erkin hayotimdan emas. Ya'ni men xohlagan paytim uyg'onib, chiroyli zavtrak qilishga borishim kerak, salonga xohlagan paytim borishim kerak, xohlagan paytim o'rtoqlarim bilan, yaqinlarim bilan ko'rishim kerak, istagan paytim ota-onam bilan birga suhbatlashib o'tirish imkoniyatiga ega bo'lishim kerak. Bizda hozir o'zbekchilik oilalari ko'p qanaqa, ertalab turib supur sidirasan, uyda o'tirasan, bir haftada bir borasan ota-onangni ko'rganman, unaqa narsa men uchun prosta shok. Это не моё, уже meniki emas bu narsa. Xoli bo'la olaman karyeradan, lekin baribir meni o'zimni qanaqadir mustaqil erkin ishlarim bo'lishi kerak. Shunaqa, baribir qachondir odamingiz kelsa, sevib qolsangiz, unga o'rganib qolsangiz, voz kecha olmaysiz-da, rozi bo'lib ketaverasiz. Men hozirga rozi bo'lmayman deganim bilan katta gapirib qolgan bo'laman, shuning uchun taqdir hammasi. Hammasini vaqt ko'rsatadi. Eng muhimi, yuqorida o'zingiz ham aytib o'tdingiz, sizni hurmat qilishi, tushunishi, ardoqlashi, aslida eng kerakli narsa shu. Shunaqa.
oilaviy tomonlama yoki mana bunaqa erkinliklarni yaratib berishi, sizga shart-sharoitlarni qilib berishi bu vaqt o'tgan sari sekin izga tushadigan masalalar. Chin